Mana yana bir ishimizni yakunladik. Akfan zaloto'da profildan bo'ldi. Bu yerga o'pishi 10 ta eshik o'ramini berdik. Yaxtan eshik o'ramlarimiz bor. Eshigimizni ochib yopishlar juda yengil. Zamoga ham, ruchka ham Akfan o'zining mahsulotlaridan. Oynaklari 2 qavat. Bir qavat oq, bir qavat yo'q deb oyna. O'pish summasi 22 million so'mga bitkazib, olib o'rnatib berdik. 6 ta eshik, 4 ta deraza.